Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Bugun ro'za etgan. Men shu munosabat bilan o'zimning yurak so'zlarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Oldi bilan hammanglarning ro'za etiga muborak bo'lsin. Tininglar salomat, ishlaringlar o'ngishli bo'lsin. Biz hammamizning xabar olgandagidek yaqinqi bir necha yildan buyon shu lager masalasi va yurtdagi urug' tuqqanlar bilan ko'risholmaslik sababidan bizga muhojiratda haytdak bo'lmay kelayotgan bu yil bu Xitoydan tarqagan bu vabo tufaylidan biz hatto mechitlarga namozga berish haqqimizdan mahrum qilindik. Belkim köpünçimiz namazga bugün rozet namazga meçitga baramıdık. Belkim öyde okugan boluşumuz mümkün. Hemmimizninki şu sebepten köngli yerim eyt boğandek mi emez. Şundaqtı mı biz yenela kelgüsüge ümit var qarab xuşal xuram ötüşümüz yani özümüzün ümidimizni yo'qotmasligimiz kerak. Bo'lmasa ziyon tortquchi o'zimiz bo'lib qolamiz. Endi bu vabo boshlanib hozirga qadar hammamizning xabar olgandagidek butun dunyo miqyosida necha million odam yuqumlanib, necha 100 ming odam jinidan ayrildi. Ham bu kasal yanala uzluksiz tarqamoqda. Garchi ba'zi davlatlarda osilgan bo'lsa-mu, yana ba'zi davlatlarda endi boshlanib tez tarqamoqda. Ko'pincha mutaxassislarningki qarashcha bu vabo bir mezgil besiqqandan keyin yana ikkinchi va uchinchi qitim qaytib kelish ehtimoli bor deb qaralmoqda. Bu vaboninki hamda butun dunyo miqyosida shu necha million odamning kasal bo'lib, necha 100 ming odamning jiniga zam bo'lgandan boshqa asosliqi yana insonlarningki shu ro'y psixika holatiga ig'ir ta'sir yetkazgan bo'lib, uningki sabablarini tuvandagi bir necha taraflarga yig'inchoqlashga bo'ldi. Birinchisi shu insonlarningki shu virus bilan yuqumlanish sababidan o'zininki tan sog'lomligining ta'siriga uchrashidan andish qilish yoki shu tan salomatligi ta'siriga uchragandan keyin kelib chiqqan besim tufaylidan insonlarningki ro'y holatiga ig'ir ta'sir yetkazmoqda. Ikkinchisi bu vabo tufaylidan nurg'un kishilar ishidan ayrilib qilib turmushlari nayta ig'ir ta'sirga uchirganligi, ya'ni iqtisodiy kirimidan ayrilib qolganligi bo'libmi bak yak tijorat bilan shug'ullangan qarindoshlar insonlar bu vabo tufaylidan tijarati butun vayron bo'lganlik sababidan iqtisodiyoti ig'ir ta'sirga uchrab ro'y besimga uchirmoqda. Yana bir tarafdan bo'lsa bu shu vabo tarqagandan keyin har qaysi davlatlar elib berayotgan vabo qarshi elib berayotgan ba'zi tadbirlar, ya'ni insonlarni sirtqa chiqmanglar, boshqa odamlar bilan bir yerga to'plashmanglar, uyda o'ltiringlar deganligi va har xil to'plam faoliyatlarni cheklaganligi, anandagi mishlarga berish yoki namoyishlarga qatnashish degan namoyishlar ilib berish deganlar cheklanganligi, anandan keyin shu insonlar orasida o'zaro yig'ilish yana o'ltirashlarni o'tkazishmi cheklanganligi uchun nurg'un kishilar yolg'izlik his qilgan yoki do'st birodarlar bilan badi keldi qilolmay shu sababdan bu ro'y jihatda ig'ir ta'sirga uchirgan. Yana bir jihatdan, yana to'rtinchi sabab jihatdan bu vaboga yuqumlanib o'lib ketgan necha 100 ming insonlarningki oilasidagilar, urug' tuqqanlari va ularning so'ygan insonlari bu o'zininki so'ygan insoni, ya'ni bu vaboga giribtor bo'lgan bu insonlar kasal bo'lib oxirgi kunlarni o'tkazish jarayonida o'zlarining urug' tuqqanlariniki qo'llab quvvatlashiga erishamaganligi yoki bo'lmasa bu tuqqanlari o'zining so'ygan shu insonininki oxirgi kunlarda yinida bo'lamaganligi, hatto
u insonlar o'lib ketgandimi uning dafn murosimiga qatnasholmaganligi tufaylidan nurg'un insonlar o'zini bir jinoyatchi gunohkor hisoblab bu hisoblamoqda. Bu xil ahvolmi ularninki ro'y sog'lomligiga ig'ir ta'sir yetkazmoqda. Demak, yuqoridagi bir necha xil sabablar tufaylidan bu insonlar yolg'iz bu vaboninki jismoniy jihatdagi sog'lomlikqa kelgan ta'sirga uchrab qolmasdan, iqtisodiy jihatda nurg'un ziyonlarga uchrab qolmasdan, eng muhimi yuqorida men deb o'tgan sabablar tufaylidan insonlarniki ruhiy sog'lomligimi alohida ta'sirga uchirgan. Shu sababdan biz texmo o'zimizda texmo yomon oqibatlarninki kelib chiqishi, ya'ni ruhiy sog'lomligimizningki ig'ir darajada zaxmiga uchrashidan saqlanishimiz uchun cho'qim xushal-xuram bo'lishimiz, mushu sharoitimiz yetgan doir ichida mushu hayit bayramlarimizni xushal-xuram o'tkazishimiz, umidvor bo'lishimiz nayta muhim. Agar biz ruhiy sog'lomligimizni yaxshi saqlayolmasak, ya'ni sog'lomligimizga kafolat qilolmasak, bizningki nurg'un tafakkurimiz, o'y fikrlarimiz, ish qilish usullarimiz hammasi ta'sirga uchraydi. Chunki insonninki tafakkuri, o'y fikrlari hammasi mushu ruhiy sog'lomlik bilan zich munosabatlik. Sog'lom bo'lgan tanda, sog'lom bo'lgan kallada sog'lom tafakkur va sog'lom o'y fikrlar bo'ladi. Shunlashqa men qarindoshlarniki o'ziga kelgan mushu fursatlarni yaxshi qo'ldan bermay, xushal bo'lgan yerlarda cho'qim xushal bo'lishini, hayitni xushal-xuram o'tkazishini, agar imkon bo'lsa do'stlar bilan uchrashish, agar imkon bo'lmay qolib qolsa telefonlar bilan o'zaro hayit salomlarini yo'llashini umid qilaman. Endi biz burunlarda hammamiz bilgandagidek yurtlarda hayitlar nayt yaxshi o'tadi. Mahalla atlab hayitlashib, saboqdoshlar, urug' tuqqanlar, qarindoshlar hammasi uchrashadigan ishlar bo'ladi. Afsus, chet elga chiqqandan keyin bu ishlar ozlab ketyotidi. Bo'libmi bak bu lager tufaylidan, anandan keyin hozirgi bu vabo tufaylidan bizningki eng oddiy uchrashishimizmi ta'sirga uchrayotidi. Shundaqdimi biz umidni hargiz yo'qotmasligimiz, o'zimizniki xushalligini hargiz yo'qotmasligimiz, kelgusiga bo'lgan yuksak bir umid arzular bilan har bir kunimizni, har bir minutimizni xushal-xuram o'tkazishga tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Oxirida yana bir qitim hammanglarninki hayitiga muborak bo'lsin deyman. Hayitni xushal-xuram o'tkazishinglarni, oiladagilar, urug' tuqqanlar jam bo'lish imkoniyati bo'lib qolsa, jam bo'lib bu ulug' kunlarni birga o'tkazishinglarni chin ko'nglimdan tilayman. Xayr xo'sh, Xudoga omonat, kelaqtim ko'rishamiz.